Assalomu alaykum. Akalar, ukalar, opalar, singillar, musofir yurtlarga musofirlarim, O'zbekistonga, Toshkentga kelmoqchi bo'lgan ukalarimizga Sankt-Peterburg shahridan hamda Moskva shahridan to'g'ridan-to'g'ri reyslarimizni sizlarga tavsiya qilamiz. Reyslarimiz hozirda har kun amalga oshirilyapti. Ketmoqchi yoki kelmoqchi bo'lgan ukalarimizga ishonch nomerlar ekranda. Xohlasanglar O'zbekiston nomeridagi WhatsApp orqali murojaat qilinglar. Xohlasanglar rossiyskiy nomerdan prямой to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilsanglar bo'ladi. Hamma bergan savollarga javob beriladi. Bizda nafaqat O'zbekiston fuqarolari, Tojikiston, Qozog'iston fuqarolari ham o'z joylarida shunday komfortabil avtobuslarda band qilib ketsangiz bo'ladi. Avtobuslarimiz qulaylik keladigan bo'lsak, konditsionerimiz bor, zaryadniy устройствоmiz bor. Avtobusda 3 tadan voditelь bo'ladi. Har 3 soat, 4 soatda voditellar almashadi. 2,5-3 soatda avtobus manzilga yetkazib qo'yadi. Moskvadan Toshkentga doğru. Bemalol murojaat qiladi. Bez dokumentlarga iloji boricha dokumentlarni yurishga harakat qilinglar, lekin mabodo dokument qilishga uspet qilmagan bo'lsangiz, sizlarga rossiyskiy nomerdagi avtobuslarni tavsiya qilamiz. Bez muammo yetib olasizlar, bez deport yetkazib borishga harakat qilamiz. So'mkalarga keladigan bo'lsak, har bir yo'lovchiga 65-70 kilogrammgacha yuklar olsanglar bo'laveradi. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'ling.